Mana darvozalarni zo'ri. Zakaz so'rasizlar. Ular dar ko'rmasin ustalarni. Qutlug' bo'lsin endi aka, mana darvoza. Rahmat. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana bugungi darvozamizning Farg'ona shahri Quvasoy tumaniga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz razmeri eniga 3.45, bo'yiga 3.30 razmerda bo'ldi. Buruvchilik listdan tayyor bo'ldi bu darvozamiz. Kvadrat metri 780 ming so'mdan, dastavkasi ham yo'q ichida qilib 11 million so'mga, yonida bitta eshigi bilan o'rnatib berdik. Xudo xolasa o'zlaring baho berasizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Profillarimizga keladigan bo'lsak, 6 ga tur, 1,5 stena qalinlikda, stoykalarimiz 8 ga 8, 1.7 stenada bo'ldi. Tiva tomonlari 8 ga tur, mashina kiradigan joylari sivillerdan bo'ldi. Ikki chaspaklarimiz ham qalindan bo'ldi, xudo xolasa. Lisimizni qalinligi 1.3lik. Zamoklarimiz zubur zamokdan 5 talik chiqadigan. Orqa holatni ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Orqa holatlari, ko'rinishi. O'rtasi sentr zamok bo'ldi. Bittada ochiladi, bittada yopiladi. Xudo xolasa, ochgan odam ham qiynalmaydi. Darvozamiz ochilgan holati. Ko'rinishi. Mana hurmatli obunachilar, arqa holatlari ham juda ham tekis. Bu buruvchilik yuqa deyishadi ko'pchilik. Yuqa bo'lmaydi. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi. Eshigimizni ham bir ko'rsatib qo'yamiz hozir. Eshigimizni razmeri eniga 1.20 ga, bo'yi 2.30 razmerda bo'ldi. Bunga ham zubur zamokdan qo'yib berdik, chiroyli qilib. Eshigimiz arqa holatlarini ko'rsatib qo'yamiz. Mana eshigimiz ham orqa holatlari. Hurmatli obunachilar, har xil variantlari bor bu darvozalarimizda. Darvozamizni 780 ming so'mdan tushdi kvadrati. 850 ming, 900 ming har xil variantdagilari bor. 600 minglik variantdagilari ham bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.